Ko'p rahmat. Men o'sha nuqtada endi biroz gapning o'ziga kelyapmiz mana suhbatda. Bayatın qarindashimiz so'ragan nima deb Sharqiy Turkiston mustaqilligi nizomnomasi yo'q degan masala endi bir savoldan qochganda ko'p qolmasin. Shu masala haqida biroz to'g'im bor mening. Deganimizdek har qanday Dunyo Uyg'ur qurultayidagi cho'ng tashkilot cho'qim bir davlatni tizimlantirish kerak. Tizimlatilganda shu davlatning qonunlarining va shu davlatda mavjud bo'lgan o'sha ommaviy siyosiy tashkilotlarning qurilishiga munosabatli tuzilgan belgilamalarining cheklamasiga uchraydi. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi xohlamay mustaqillik degan so'z u yerga yozilmay qolgani yo'q. Faqat shu davlatlarning qonun tuzumining cheklamasi bilan Bayatın Ömer Qanat degandek Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyining Turkiyadan Germaniya ketishining sababi shu. Turkiyada mevcutluğunu saqlab qolammidik. Davlat sen mani mundaq diyemmaysan. Sen ma gapni deb ma tashkilotni Turkiyada tutanmaysan. Ya dernek olsa, jamiyat olsa, bo'lmasa taqaysa. Degani uchun 92-yili İstanbulda qurilgan Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyi 96-yili Germaniya ketishga to'g'ri keldi. Bekor ketmadi u. Davlatning cheklamasiga uchirdi. Endi Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonuniy bir tashkilot. Qonuniy tashkilotning nizomnomasi qonun bo'yicha bo'lishi kerak. Ishlatilgan so'z iboralar qonuniy so'z ibora bo'lishi kerak. Endi hammamiz mustaqillik deymiz. Biz shu kichigimizdan deb cho'ng'oldik buni. Bizning o'qitgan ustozlarimiz bizga shunday o'rgatdi 80-yillardan boshlab. Bizning hujayirimiz, qon-qonimiz mushnalarni to'lab tashdi. Endi hozir o'qidik, chet elga chiqdik, ba'zi narsalarni ko'rdik. Mustaqillik bir natija, bir siyosiy so'z. O qonuniy bir so'z emas. Mustaqillik huquqiy yoki inglizcha independence right deb bir qonun bo'lmaydi. Hech kim anglab boqmagan. Xitoycha bilganlarga Duli Chuan degan bir narsani Xitoycha o'qiganlar anglab boqmaydi uni. Unda so'z bo'lmaydi. Chunki mustaqillik bir huquq emas. Mustaqillikning qonuniy atalg'usi inglizcha sovereignty, egemenlik huquqi. Uyg'urcha o'ziga o'zi ega bo'lish yoki egemenlik, o'ziga xo'ja bo'lish huquqi. Bir millat egemen bo'lganda, o'ziga xo'ja bo'lganda shu mustaqil bo'lgan bo'ldi. Shunlashqa mustaqillik natija u. Endi bir millat o'ziga xo'ja bo'lish, o'z egemenligini jakalash, ya'ni mustaqillikni iborat bir natijani barpo qilish uchun qanday qilish kerak? Birinchi qadam ayada biz qabul qilaylik, qilmayli, mustamlak qilingan, besivlangan bir zamin va u zaminning egisi xalq bor. Bu xalq ma besivlangan, ma qonunsiz hukmronlik qilayotgan ma davlatni men qabul qilmayman. Bu davlatdan men siyosiy buyruq olmayman. O'zimning siyosiy taqdirimni qandoq yashayman, qandoq shu o'zim turayotgan ota-bobomdan qolgan, meros qolgan bu zaminni qandoq boshqaraman, buning qarorini o'zim beraman degan bir nuqtaga kelish kerak. Buning o'zini self determination deymiz. Yoki o'zining taqdirini o'zi hal qilish degan gap. Men misol bilan deb beray. Kosovo hammamiz bilamiz. Oldi bilan kosovoliklar yoki bo'lmaydi, Qrimdan misol olay. Ukrainaga tabatdi Qrim. Qrimliklar Rusiyaning belgili qo'li bor. Men faqat o siyosiy tarafga kirmayman, faqat jarayon qilam kirmay bu yerda. Men deganim jarayon bilan munosabatli. Bundan boshqa bir xulosalar chiqolmasin. Qrimliklar mayli uning keynida qanday kuchi bo'lsin, Rusiya bo'lsin, o'si bo'lsin, bir to'plandi Qrim nimasida bir o'z taqdirini o'z belgilaydigan bir qaror oldi. Ya'ni men Ukrainadan emranmayman, bundan keyin har qanday ishni o'zim qilaman deganligimda. U nuqta kelgandan keyin ikkinchi bosqichda yoki o'zining egemenligini e'lon qiladi, ya'ni sovereignty e'lon qiladi, mustaqil davlat bo'ladi. Unda qilmadi. Men Qrimdan emranmayman, bundan keyin ishlarimni Rossiya bilan qilaman. Bu tanlash, o'z taqdirini o'z belgilash, qandoqdir boshqalar degandek bir avtonomiya ya u ya bu emas. O'z taqdirini o'z belgilash degan gap bir tanlash huquqi. Millatlarning tanlash huquqi. Buning ichida to'liq mustaqillikdan boshlab eng to'van madaniy avtonomiyagacha yoki uningdan to'van bu shu ijtimoiy
qabila asosidagi o'zining urf odatlarini joriy qildirishni talab qilishini iborat. Mush narsalarning hammani o'z ichiga olgan tanlash huquqi, xohlagan birini tanlash huquqi. Agar Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu masalaga ching esilishning sababi 1960-yili Birleşken Devletler Teşkilatı qabul qilgan 15-14 nomorli qarornoma bor. Bu qarornomaning mavzusi mustamlik qilingan davlat va millatlarning mustaqilligini garantiya qilish haqida chiqarilgan. Shu ekronni agar men hozir nim qilib share qilgan bo'lsam, va ingliz biladigan qarindoshlarga men bosh qismi Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People. Bu 1960-yili 14 dekabr kuni ilingan 15-14 nomorli Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumnamasi. Ma başlık kısmı umum prinsiplarını deydi. Bu karar qaysi asoslar bo'yicha ilindi deb. Anadagi qarorni tekkazsak, declares deydi. Shuni e'lon qildiki, men qarasak alien subjugation, domination, exploitation, buni uchun nurg'un boshqa narsalar bor keyingi hujjatlarda. Moshunda holat qilib qolgan millatlarning o'z taqdirini mana right to self determination, all people have a right to self determination deb eng oxiri kelganda all states shall observe faithfully and strictly the provision of charter deb mishada davlatlarning mustaqilligini mana respect for sovereign rights of all people deydi. Anadan keyin miyada hech qanday bir iqtisodiy, ijtimoiy va bir narsalarni bahona qilib devlet bu rayonlarning mustaqilligini kechiktiradigan 3-modda qarasak, bir millatning yoki besimlanganning mustaqilligini kechiktiradiganga bahona qilib ishlatmaslik kerak deydi. Mayada Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bizga ta'minlab bergan bir qonuniy asosi bor. Bu yer ishlatilgan tilmi mush o'z taqdirini o'z belgilashi orqali millatlarning mustaqilligi. Dal mushu narsa, mushu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mushu resolution aslında bu e'lon qilingandan keyin 82 davlat dal mushu o'z taqdirini o'z belgilash yo'li orqali mustaqil bo'ldi. O'z taqdirini o'zi belgilashi yoki inglizcha self determination bu Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan mushu bizga o'xshash millatlarga berilgan bir haq. Buni Xitoy hukumati qabul qilgan. Shunglashqa ma'ning bilan, qonuniy asos bilan biz mushu Dunyo Uyg'ur qurultiyining tizimlashda nurg'un davlatlar millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqini Birleşken Devletler Teşkilatı'da qabul qilgani uchun o'zlarining bu Birleşken Devletler Teşkilatı'da qabul qilgan bu hujjatni o'zining ichki qonuniga moslashtirib o'zlarining ichki qonunlarini tanishgani uchun shu qonuniy asos bilan qurultayning nizomnomasi kirgizilgan so'z o'z taqdirini o'z belgilash. Bu o'z taqdirini o'z belgilash masalasida o qarindoshlar ba'zilar buni suiiste'mol qilib bu avtonomiyatni o'tdi o ichki o'z taqdirini o'z belgilash o sirtqi u ayrim masalalar bor. O ichki internal external degan o davlatlarning o'zining chiqarib olgan ba'zi nimalari bor. Masalan, shu bo'libmi bu ichki va tashqi o'z taqdirini o'z belgilash masalasi bu necha vaqtdan beri talash tortish qilayotgan indigenous people degan yerli xalqlarga munosabatlik holda o'tirib qo'yilgan narsa. O Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozirgacha bu Uyg'urlarning yerli xalq yoki yer haqida bir bayonoti yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu ishlarni muzokara qilganimi yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bularni bir kun tartibiga olganimi yo'q. Hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyini qilayotgani boshqa bir ish. Biz 1,5 yil oldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'sha xalqaro bir o'sha xalqaro qonunni yaxshi bilgan advokatlarga hozir $60,000 dan ko'p pul xarjlab bo'ldi. Sharqiy Turkiston mustaqilligining qonuniy asosini barpo qilish uchun xalqaroda qanday qonuniy yo'llar bor bizga. Xitoy qaysini imzo qilgan, qaysi qonuniy argument deb qo'yamiz inglizcha. Mushu qonuniy asoslarni tutish Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun eng foydali. Shunglashqa bizning qilayotgan ishimiz bu hozir bo'layotgan talash tortishdan hal qilib ketgan ishlar. O Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yerdagi bu indigenous masalasi haqida bo'layotgan talash tortishlardan yoki shu talash tortishlar sababli o'tirib qo'yilgan internal, external u masalalar emas bizning talash tortish qilayotganimiz. Uning ustida Sharqiy Turkistondan iborat shu Xitoy tarafidan munqariz qilingan davlatning
mustaqilligini eslik keltirishning qonuniy asosi. Bu yerda hem xalq bor, Uyg'ur xalqi va Qozoq xalqi, Sharqiy Turkistonning egalari, hem zimin bor. Mayadagi boshqa qarasak, o'sha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 15-14 qarorida xalq va nation, davlat va xalq nimasini tang olgan, ya'ni munqariz qilingan davlat va xalqlarning mustaqilligini kafolatga qilish. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur qurultayining hozir qilayotgan nimasi dal o'zining nizomnomasidagi xalqaro qonunga uyg'un Xitoyni xalqaro qonunda bir tuta oladigan, Xitoy o'zi imzo qo'ygan, Xitoy o'zi qabul qilgan shunday vositalardan, qonuniy vositalardan foydalanib Sharqiy Turkistonning mustaqilligini eslik keltirishning qonuniy asoslari va shu bo'yicha xalqaro qonunda Xitoyni qistash masalasi. Shunlashqa Xitoyning yaqindan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayi qo'l keltirgan shu qonuniy muvaffaqiyatlardan keyin chiqishib ketishining sababi shu. Bu masala kelganda qarindoshlar biroz tushunmay turib, undaq bir narsaga undaq chaqqan nima xulosa kelsa to'g'ri bo'lmaydi. Oldi bilan buni tushunish kerak. Rahmat javob berganingizga.